Keyin ota bobomizlar bilan maslahatlashib, sizda chorva bor, narsa bor, bizda yaylov bor, suv bor deb shu yerdan to'g'risi bizlarga yer bergan. Keyin to'g'risi shu ota bobomizdan vakil kelib shu yerda qabul qilib, asta bizlar bir urug' shu yerga kelib, bu yerdagi urug'ni bizlarni urug'ni Rajavoy urug' deyiladi. Hozir bunday olganda 9-avlod ketyapti. Shu qishloqda. Ana shu qishloqda 9-avlod ketyapti. Mana shu avlodni farzandlarimiz hozir to'g'risi qishlog'imiz oldin mana shu Qarshidan kelgan yo'ldan